Garovga olish. Respublikamiz o'zining mustaqillikka erishgan ilk yillarida dahshatli fojianing ayanchli oqibatlaridan chetda qolmadi. Xorijiy maxsus kuchlar, terroristik diniy tashkilot va harakatlar, sobiq Islom tiklanish partiyasi boshliqlari va a'zolari siymosida milliy davlatchilik iftixori yod bo'lgan vatanfurush va xiyonatkor guruhni tashkil qilishga muvaffaq bo'ldilar. Ular bu sharafsiz guruhdan foydalanib, bir necha marta tojik millati va davlatini yo'qlik qa'riga uloqtirishga urindilar. Garchi bunga erishmagan bo'lsalar-da, biroq mamlakatni urush girdobiga tashladilar. Fuqarolik urushi yillarida Tojikiston xalqini urush girdobiga tortgan haqiqiy gunohkor, ya'ni sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti tojik millati va davlati vakillariga nisbatan 10 martalab garovga olish va suiqasd kabi terroristik amallarni qo'lladi. Bu minglab insonlarning o'limiga sabab bo'ldi. Garovga olish terrorizm shakllaridan biri bo'lib, dahshatga solish, vahima uyg'otish, qo'rqitish usuli sifatida aynan sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining razolati bilan Tojikistondagi barqaror jamiyatda dasturlashtirildi va amalga oshirildi. Qo'rqitish, dahshatga solish, odam o'g'irlash, zulm qilish va tinchliksevar tojik xalqining vujudiga tahlikani joylash uchun bu urush abzoridan keng foydalandilar. Xatarli va odamkush yangi fenomen bo'lgan jinoyatning bu turi jamiyatni larzaga solib, aka-uka, ota-bola va qo'ni-qo'shni orasiga kutqu va shubha solardi. O'tgan asrning 90-yillarigacha hatto chumchuqqa ozor bermagan tojik qo'liga tig' olib, boshini tanadan judo qilish va burun kesishga qo'l urdi. Garovga olish partiyaparvar terroristlar hayotining oddiy bir omili va maroqli kundalik tajribasiga aylandi. Ular avval rais, milisa, prokuror, muallim va doktorlarni garovga olardilar. Ikkinchi navbatda oilalar ustiga yurish qilib, balog'atga yetmagan qizlar, zaif qariyalar va hattoki ruhiy kasalligi bor nogironlarni garovga olib, ularni tig' damidan o'tkazardilar. Sofi Roziyev Panj nohiyasida istiqomat qiladi. Jarohat olmagan qolmadi. Hammamiz jarohatlandik, hammamiz zarar ko'rdik. Agar o'g'ildan ko'rmagan bo'lsak, qizdan ko'rdik. Qizdan ko'rmagan bo'lsak, ayoldan ko'rdik. Ayoldan ko'rmagan bo'lsak, ota-onadan ko'rdik. Erkaklar o'zlari shu yerda edilar. Ayollari xonaning boshqa bir burchagida edi. Qizlari bir nokasning qo'lida. Bir azob edi bu. Hamma dod solardi. Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining sarkardalari, a'zolari va malaylari o'z mazhabi, millati, dini va vatanini mablag' va boylik evaziga sotdilar. Ushbu terrorchi tashkilotning hozirgi sarkardasi Muhiddin Kabiri 90-yillarda xo'jalarning moliyaviy ko'magi bilan Shia mazhabi ta'limotini o'rganish uchun Yaman Arab Respublikasiga yuboriladi va islomiy ta'lim maskanlarida tahsilni davom ettiradi. Albatta, u mazkur mamlakatda buzg'unchi diniy oqimlarning ideologik ta'siri ostida bo'lib, to'liq siyosiy terrorchi ekstremistik maktab va tojik millati uchun yod bo'lgan mazhabga ergashadi. Qo'lga kiritilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Muhiddin Kabiri Yaman maktabini o'tab bo'lgach,
tojik talabasidan xorijiy mamlakat razvedkasining bir unsuriga aylangandi. U birinchi navbatda xo'jalarining sarmoyasi bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududida katta tijoratni tashkil qilib, ko'plab mol-mulk sotib olishi, keyin Nahzat partiyasi rahbariyati tarkibiga kirishi, so'ngra ushbu partiyaning asosiy rahbarlarini yo'qotib, partiya boshqaruvini o'z qo'liga olishi, partiya rayosatida o'z tarafdorlarini to'plashi, keyingi bosqichda Nahzat partiyasini to'liq bizga ma'lum xorijiy davlatning maxsus kuchlari ostiga o'tkazishi va nihoyat davlat to'ntarishini amalga oshirish orqali qudrat sohibi bo'lib, Tojikistonimizni o'sha davlatga bo'ysunadigan mamlakatga aylantirishi lozim edi. Bo'lib o'tgan hodisalar shuni ko'rsatadiki, Muhiddin Kabiriy bu rejani qadam-ba-qadam amalga oshirib, 2015-yili davlat to'ntarishiga urinishgacha olib keldi. Biroq tojik xalqi baxtiga bu shum loyiha amalga oshmadi va uning xo'jalari tuzgan barcha rejalar barbod bo'ldi. Endilikda u xo'jalarning ko'rsatmasi bilan Nahzat terrorchi partiyasi nomidan islom so'zini olib tashlab, Milliy alyans nomi ostida ularning antitojik reja va maqsadlarini amalga oshirmoqchi. Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi tashkilotini dastaklaydigan mintaqaviy va xalqaro manfaatdor kuchlar fojiali oqibatlarni anglab yetgan bo'lsalar-da, badbaxt Nahzatdan foydalangan holda Markaziy Osiyoda o'z nufuzlarini oshirish va geosiyosiy maqsadlariga erishish uchun haliyam razil rejalardan voz kechganlari yo'q. Bugun ham ular xiyonati isbotlangan ushbu buzg'unchi guruh qochqinlari va sarqitlarini dunyoning turli mamlakatlaridan to'plab, ular uchun siyosiy tashkilot va terroristik qanot tashkil qilib, millionlab dollarlarni sarflash orqali bu chirigan siyosiy murdaga qaytadan hayot bag'ishlab, uni tojik millati va davlatiga qarshi yo'naltirishni istaydilar. Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi tashkilotining qurolli guruhlari Tojikiston Respublikasida konstitutsion tuzumga barham berib, uning o'rniga islomiy davlat qurishni istagan o'tgan asrning 90-yillaridanoq xorijiy maxsus kuchlar Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi tashkiloti jangarilarini maxsus ta'limgohlarda o'qitib, ularga terroristik amallarni qanday tatbiq etish usullarini o'rgatardilar. Imatov Mahdi, Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining sobiq a'zosi. Mashq bilan shug'ullanishimizdan asosiy maqsad shu ediki, biz eng avval Tojikistonga kirib, shaharlarda, bozorlarda, parklarda va odam gavjum bo'ladigan mintaqalarda portlash sodir etishimiz kerak edi. Shu joylarda portlash sodir bo'lishi kerak edi. Muhiddin Kabiriy, Kuzov Mirzorahim va Eronning maxsus kuchlari xodimlari shu ishni qilishimiz haqida reja tuzgandilar. Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti Sovet ittifoqining so'nggi yillarida o'zining ekstremistik va terroristik faoliyatini boshlagan. Ushbu terroristik tashkilotning boshlang'ich tashkilotlari sobiq Qo'rg'ontepa viloyati hududida yashirincha ravishda ta'sis etilgan bo'lib, xalq mafkurasiga diniy fanatizmni singdirish uchun faoliyat yuritgan. O'sha yillari jamiyatda ekstremizm unsurlarini yoyishga alohida e'tibor qaratgan mutaassib ruhoniylar joylarda norasmiy madrasa va masjidlar ochib, o'smirlar va yoshlardan iborat dindorlarga ta'lim-tarbiya berish bilan shug'ullanardilar va ularning orasida ekstremistik mazmundagi diniy adabiyotlarni tarqatardilar. Ular chet eldagi terroristik guruhlarning diniy adabiyotini olib kelish orqali o'z xalqlariga din, axloq va iymonni o'rgatish o'rniga yoshlar ongiga buzg'unchilik, siyosatbozlik va terroristik g'oyalarni singdirardilar. Bunday qayg'uli holat Vahsh, Sor va Rash vodiylarida, aksar nohiyalarda hamda Dushanbe atrofidagi mahallalarda ko'zga tashlanardi. Nahzat sarkardalari Qori Muhammadjon taxallusi bilan tanilgan Rustamov Muhammadjon, Rahmatulloh Alloma,
Abduvali Vositov va keyinchalik Said Abdulloh Nuriy va Muhammad Sharif Hikmatzoda bo'lishgan. Bu terroristik tashkilot teokratik davlat qurishni o'zining birinchi strategik vazifasi o'laroq belgilab, muxolifatdagi qurolli guruhlar faoliyatini muvofiqlashtirish uchun 1992 yilning yozida Dushanbe shahrida Najot-e Vatan nomi bilan qurolli harbiy shtab tashkil qiladi. Harbiy shtab to'liq mintaqadagi islomiy mamlakatlarning diniy ta'limgohlari bitiruvchilari, diniy ekstremistik tashkilotlar tarafdorlari, uyushgan jinoiy guruhlar a'zolari, dala qo'mondonlari va Islom tiklanish partiyasi terrorchi tashkiloti jangarilardan iborat edi. Qurolli to'dalar bilan bir qatorda maxsus xizmatlar va xorijiy mamlakatlarning diniy doiralari nazorati ostida diniy ta'limot beriladigan yashirincha madrasa va maktablar, targ'ibot bilan shug'ullanadigan ommaviy axborot vositalari, Sadoyi Mujohid, Radioyi Ozodi Tojikiston, Xuroson Press axborot agentligi va shunga o'xshashlar ta'sis etildi. 1989-yili Ko'lob va Qo'rg'ontepa shaharlari markazidagi masjidlarda xalqni dahshatga solgan bir hodisa yuz berdi. Juma namozi tugashi bilan to'satdan yuzlab namozxonlar xalqning ustidan o'tib borib, masjid imomi va yoshi ulug' namozxonlarni shafqatsizlarcha kaltaklaydilar. Keyinchalik bu guruh bir necha oy davomida Xatlon mintaqasidagi masjidlarni qo'lga olish uchun reja tuzgan sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi tashkiloti a'zolari ekanligi ma'lum bo'ldi. Qo'lga tig', pichoq va kaltak olib imom va namozxonlarga hujum qilish Najot-e Vatan harbiy shtabining dastlabki amaliyotlaridan biri edi. Haydar Sharifzoda Ko'lob shahrida istiqomat qiladi. Juma kuni ikkita avtobusda yoshlar kelib, masjidda mo'ysafidlarni kaltaklagani haqida aytib qolishdi. Men kelsam, Charmgar masjidining oldida melisalar ko'p. Keyin meni masjid tomonga borishga qo'yishmadi. Nahsatchilar tartibsizlik, ur-yiqit va talato'pdan foydalanib, yoshlarni o'zlari tomonga og'dirdilar. Keyin qariyalar va o'sha ikkita avtobusda qolgan nahsatchilar o'rtasida to'qnashuv boshlandi. Oyoqning tagida salla, yer qonga belangan. Chunonam mushtlashuv bo'ldiki, shundan keyin notinchliklar va mojarolar ko'paydi. Umuman osuda hayotning tinchini buzdilar. Barcha davrlarda asosan aholining yuksak aqidaparastlik darajasidan omil o'laroq foydalangan sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti 1989-yili bugungi Vahdat shahrining Yakkatol qishlog'ida o'zining birinchi madrasasini ochadi. Madrasa rahbarligini partiyaning o'sha paytdagi sarkardasi Muhammad Sharif Hikmatzoda o'z zimmasiga olgandi. Bu yer ham iymon va axloq madrasasi emas, balki ekstremistik va terroristik madrasa edi. Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti rasman faoliyat yuritgan yillari ushbu siyosiy tuzilmaning ko'plab rahbarlari, faollari va a'zolari terroristik ekstremistik harakatdagi jinoyatlarga qo'l urib, o'zlarining qilmishlari bilan Tojikiston jamiyatiga dunyo miqyosida dog' tushirdilar. Farruh Davronov mahbus. Nahzat partiyasi jangarilarimizning rizqi yaroqning uchida ekanligi, ya'ni rizqni qayerdan topish haqida fatvo berardi. O'sha paytning tili bilan aytganda, aynan shu rivoyat yoki fatvodan keyin talonchilikka qo'l urdilar. Rahmon Gitler laqabini olgan Sanginov Rahmon, Shayx laqabi bilan tanilgan Muakkalov Mansur, Safar Podabon laqabli Tag'oyev Safarali va Yorov Said Muxtor tuzgan noqonuniy to'dalar a'zolari 1994-yildan 2001-yilgacha 380 dan ortiq jinoyat sodir etganlar. Shundan 52 tasi qotillik, 96 tasi bosqinchilik, 24 tasi odamlarni garovga olish, banditizm, qolganlari boshqa og'ir jinoyatlar va terroristik amaliyotlaridir.
Nahsatchilar shaxsiyat sifatida bashariyat tarixida hech qanday obro' e'tiborga ega emaslar, zero ular o'z milliy davlati, o'z millati va umuman tojikizmga qarshi kurashib, doimo qutqu solish, fitna chiqarish va terroristik aktlarni amalga oshirish orqali Tojikistondagi siyosiy vaziyatni buzish rejasida bo'lganlar. Ular o'z faoliyati davomida Tojikiston xalqiga nisbatan keng ko'lamli milliy terrorni qo'llab, odam o'ldirish, boshni tanadan judo qilish, tana a'zolarini kesish, o'ldirilganlarning jasadlarini ayovsiz tahqirlash, ayollar va onalarning nomusiga tegish, odamlarni qul qilib sotish, madaniyat va ziyo ahlini qatl etish, muallimlar va san'atkorlarni terror qilish, chet el fuqarolarning hayotiga nuqta qo'yish, milliy boyliklarni o'marish va boshqa shunga o'xshash o'ta og'ir jinoyatlarga qo'l urganlar. Ular o'sha Zahhokning ilonlari kabidir. Tojik xalqi 1000 yildan keyin ham ularning o'z millati va davlatiga qarshi qilgan jinoyati va xiyonatlarini unutmaydi. Ahramantinat nahsatchilar uchun Tojikistonga qaytish yo'l yo'q. Ular o'zlarini bu jannat makon yurt haqida faqat tushlarida va xayollarida ko'rishlari mumkin. Abdulloh Muhaqqiq. Rahmon Gitler, Mansur Muakkalov va Safar Podabonning jinoiy guruhi Tepay Samarqandiy qishlog'idagi maktabda sport muallimini garovga oldilar. Bir qozon yog'ni qizdirib, muallimning ikkita oyog'ini bolta bilan chopib, qon ketishi to'xtashi uchun qozonga tashlaydilar. Sport muallimi umrining oxirigacha bu guruhning jinoyatlarini aslo unutmagan va unuta olmasdi ham. Yangi milliy tarix ko'plab hassos hodisalarga guvohdir. Mamlakatimizda bo'lgan fuqarolik urushini alanga oldirishda asosiy rol o'ynagan ta'sirli voqealardan biri aynan 1990-yil fevraldagi norozilik namoyishi hisoblanadi. Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti fevral voqealarini rejalashtirishda bevosita qatnashgan. Aynan mazkur terrorchi tashkilot sarkardalari tarqatgan Dushanbe shahrida armanlarni uy bilan ta'minlash haqidagi yolg'on ovoza aldangan xalqning maydonlarga chiqib, tartibsizliklarga qo'l urishiga sabab bo'ldi. Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi tashkiloti parda ortidan voqealar rivojini tomosha qilar va mojaro jarayonini tashqaridan turib boshqarardi. Bu reja amalga oshdi, lekin nahzatchi ruhoniylar qatlami hissiyotga berilib, ba'zida ma'rakaga sheriklik qildilar. Hodisa joyida bu shum o'yinni uyushtirganlarning oyoq izi ko'zga tashlanadi. Mutaassib ruhoniylar ta'sis etishga urinib kelgan islomiy davlat g'oyasi ostida mansabga erishish va martaba egasi bo'lish orzusi ularga tinchlik bermadi va ular o'zlari bilmagan holda siyosiy kurashlar sahnasiga chiqdilar. Said Abdulloh Nuriy. Biz tomondan otiladigan tirlar, to'g'risi, agar egri otsak ham ko'loblik yoshlarning ko'ksiga tegadigan tirdir. Qullayev Shohmurod. Xudo rahmat qilsin bu odam haqida yana bir narsa. Mana rasmi shu yerda bor. Islom nuqtai nazaridan shu to'g'rimi? Bu bir uchrashuvda siz Allohu akbar deb otadigan tirni farishtalar olib borib, ko'lobliklarning ko'ksiga qadaydi deb aytganda, bularning bari tarixiy dalildir. Qanday yuz bilan bugun ko'lob xalqini maqtaysiz? Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti chet ellik xo'jalarning rejasi bilan fuqarolik urushining qurolli bosqichini boshlagan 1992-yilning aprel oylarida partiya a'zolarining qilgan birinchi ishi xalqni garovga olish, zindonlar, odamlarga azob berish va ularni o'ldirishga mo'ljallangan lagerlarni ochish bo'ldi. Sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining markaziy zindoni Vahsh nohiyasidagi Turkmaniston savxozi hammomxonasida joylashgandi. 1991-1992 yillarda nahzatchilar bu yerda yuzlab insonlarni saqlab, ularni ayovsiz kaltaklab, qatl qilardilar.
Bu nohiya qattol nahzatchilar qo'lidan ozod bo'lganda hammomxona yerto'lasidan yuzlab kesilgan inson boshlari, o'nlab bo'laklarga bo'lingan jasad topiladi. Kesilgan tana a'zolari kimga taalluqli ekanligini hech kim bilmasdi. Ular erkaklarning jinsiy a'zolarini kesib tashlashgandi. Nahsatchilarga qarashli zindondagi eng dahshatli sahnalardan biri shu edi. Bugun Kabiri Yevropadan nomlarini og'ziga ko'pirtirib tilga olayotgan nahsatchi kallakesarlar birgina Lomonosovdan biron aybi bo'lmagan 800 nafardan ortiq kishini garovga oladilar. Ularni yuqorida tilga olingan hammomga olib borib, vahshiylarcha azoblab, o'ldirib yuboradilar. Ular uchun farqi yo'q edi. Tojikmi, rusmi, o'zbekmi, barchasini birdek o'ldirardilar. Mahmadvali Hasanov. Men o'sha tunda Turkmaniston turmasidan qochdim. Xudo bironta musulmonga ko'rsatmasin u azoblarni. Bolalar, qariyalar hammani birdek hammani yechintirib qiynoqqa solardilar. 34-35 kishi orasidan faqat men tirik qoldim va qochdim. Meni bir kishi qochirib yubordi. O'zlariga yoqqan usulda jismoniy azob berdilar. Mahmadvali Hasanov Bog'tar shahrida istiqomat qiladi. Ey xalq, men Turkmaniston sovxozida nahsatchilar qilgan shafqatsizliklarning tirik guvohiman. Nahsatchilar bergan azob-uqubatlar haligacha badanimda. 1992-yilning yozi edi. Nahsat qo'mondonlari meni Turkmaniston sovxoziga olib bordilar. U yerda meni maxsus xonaga qamab, shu yerda o'tirasan deb aytdilar. Niqob taqqan yana 2 kishi kirdi. Ular meni shu darajada kaltaklashdiki, butun badanim mayib bo'ldi. Turkmaniston sovxoziga olib borib, u yerda menga shu podvalda ko'zingni betonga tegiz deyishdi. Yuzimni betonga bosishim bilan orqamdan bir kishi sochimdan tortib meni to'xtovsiz urdi. Ular qancha odamlarni ortidan ba'zilarining kallasini, burnini kesib oldilar. Qo'rquvdan nima qilishimni bilmay hayron bo'ldim. Darhaqiqat bu terrorchi nahsatchilarning partiyasi fashist edi. Biron bir o'z millatdoshi, o'z vatandoshi va o'z madaniyatdoshiga shunday azoblarni ravo ko'radimi? Bir necha fursatdan keyin Qadamsho keldi. Avvaliga uning kimligini bilmadim. Keyin oldimga kelib yuz-qo'limni yuvdi. Ey bola, meni tanidingmi? Dedim men. Qadamshohsan dedim. U ha dedi. Nima qildimki meni shu kuyga soldilar dedim. Hech gap yo'q, men bir ish qilaman, seni qo'yib yuboraman dedi. Meni boshliqlari bo'lgan nahzat qo'mondonining oldiga olib bordi. Aka, mana shu odam menga kerak, uni menga ber dedi. Qadamsho meni to'g'ri uyga olib bordi. Piyoda Lomonosov tomonga keldim. Kallakesar nahsatchilar 700-800 odamni Turkmaniston sovxoziga olib ketishganini o'z ko'zim bilan ko'rgandim. Hozirgacha ularning yaqinlari shu odamlarni qidiradi, ammo afsuski endi ular yo'q. Zikrullo Jononov Vashnoyasida istiqomat qiladi. Kunduzi soat 4lar edi. Kichik Pazik avtobusi bor-ku, o'sha tekstilda ishlaydigan ayollarni olib keldi. Qizlar va juvonlar bor edi. Ular bu yerda qilgan iflosliklarni hayvon ham qilmaydi. Qariyb hamma ayollarning nomusiga tegdilar. Nahsatchilarning Tojikistondagi ixtirolaridan yana biri boshqa zindonlar edi. Ular suv yoki benzin va kerosin solinadigan temir sisternalarni olib, odamlarni ularning ichida eng og'ir sharoitda saqlardilar. Gohida jami 1-2 tonnalik temir bochkada 8-10 kishini solib, eshigini qulflab qo'yardilar. Bochkaning ichidagi chidab bo'lmas havoning yetishmasligi, gaz va najosat hadidan bo'g'ilib o'lardilar. Ko'pchilik begunoh odamlarni ushbu bochoklarda qamab, tosh va temir parchalari bilan bochaklab, qattiq urardilar. Baland ovozdan tutqunlarning quloq pardasi yirtilardi. Ular ruhiy bosim natijasida yoki aqldan ozardilar, yoki yurak va tomirlari yorilib jon berardilar.
Shayx Yorbek, Mullo Abdullo Rahmon Gitler va Mansur singari nahzat qo'mondonlari Raqsh, Vaxsh, Nurobod, Vahdat shahar va nohiyalarida begunoh xalqni azoblash va o'ldirish uchun bunday boshqa zindonlardan keng foydalanganlar. Nahzatchilarning zindoni o'laroq qo'llanilgan temir boshqachalar bir nechtasi o'sha mintaqalarda bu zulm guruhdan qolgan zulm va iste'dod sifatida saqlanadi. Muhammad Zog'ov Yovon nohiyasida istiqomat qiladi. Islom tiklanish partiyasining Mullo Mahram boshchiligidagi terroristik guruhi bizni Qarataginskiy qishlog'iga olib borib, 900 litrlik bir bochkaning ichiga qamab qo'ydi. Oyoqlarimizga kalish, qo'llarimizga narushnik soldilar. Shunday qilib bochkaga tashladilar. Islom tiklanish partiyasi komandiri Mullo Mahram juda ko'p urdi, tanalarni kuydirdi, qo'llarni kuydirdi. O'g'limning peshonasiga avtomatning qo'ndog'i bilan urdi. Biz Qarabog'ga olib bordik. 2 marta jarrohlikdan keyin ham asrab qololmadik. Xuddi shunday farzandimni qo'ldan berdim. Navro'zshoh Buxoriyev. Bir lahza xotiramda muhrlanib qolgan. Islom tiklanish partiyasining qanoti bo'lgan oppozitsiya guruhining boshlig'i Mullo Abdullo Oyatullo ismli 12 yashar bolani 3 kun davomida shunday bochkalarda saqlab, oxirgi 3-kun uni shunday bochkalarda vahshiylarcha qatl qildi. Bunday zulm, shafqatsizlik va qotillik usulini ko'rgan sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti va fashizm o'rtasida hech qanday farq yo'q. Bu nomardlar eng yomon amallar va razil qilmishlarni o'z yurtdoshlari va millatdoshlariga ravo ko'radigan naqadar ichiqora va yovuz g'alamislardir. Hattoki fashistlar ham odamzodga nisbatan bunday og'ir jinoyatlarni sodir etmagandi. Rahmatullo Abdulloyev. Oldimizga kelib, yosh qizing bormi, kelining bormi, qizing bormi, ber uni derdi. Xalq uchun bundan ortiq dahshat bo'ladimi? Erkakning oyoq qo'lini bog'lab oilasi va kelinini zino qilishidan-da yomonroq dahshat bo'ladimi? Ularning insoniyatga qarashli amallari Chingiz lashkarlarining vahshiyligi va fashistlarning 2-jahon urushidagi qatloamidan kam emas. Ular fuqarolik urushi yillarida qotillikning eng yomon usullarini o'z vatandoshlari va millatdoshlariga ravo ko'rgandilar. Tavildara nohiyasida mamlakat chegarasi qo'riqchilarini garovga olish, mazkur mintaqada asirlar konslagerlarini tashkil qilish, ularni terroristik partiya sarkardalarining xoinona farmoni bilan Afg'oniston hududiga olib o'tish, u yerda tojik askarlarini ochiqchasiga sotuvga qo'yish nahsatchilarning noinsoniy amallaridan yana biri hisoblanadi. Hotam Mashrabov. 1993-yil. Bizni asirga olib, kechasi daryoning labiga olib borishdi. Biz daryoning labiga borganimizda sohilda Islom tiklanish partiyasining odamlari mashina kamirlari, katta-kichik har xil kamirlar bilan u tarafdan bu tarafga o'tdilar. Har birida 4 kishidan, 3 kishidan esa 5 kishidan odam bor edi. Ular bizni mindirib narigi sohilga olib o'tdilar. Bizni bu tarafga olib o'tishganida Kamaz mashinalari keldi. Bizni o'sha Kamazga chiqarib Bahorakka eltdilar. Ya'ni Afg'onistondagi Bahorakka. Afg'onistonning Bahoragi Afg'onistonning Fayzobodida joylashgan. Bizni o'sha yerga olib bordilar. Azobu mashaqqat buyam yetmagandek bizni so'roqqa tutardilar. Islom tiklanish partiyasida qaysidir vazifani egallagan Umar Husayni bor edi. Qaysidir rahbar o'zini tanishtirardi. Said Umar Husayni bir Gestapo kabi edi. Gestapodan ham yomonroq edi. Bizdan bir necha kishini ajratib olib kalla kesishga tushib ketdilar. O'lganlarning ko'mayotganda ularning boshi yo'qligini ko'rdik. Har birining boshi tanadan judo qilingandi. Biz bularni ko'rdik. Voizon keng jilvadar mehrobu minbar mekunand, chun ba xilvat meravan von kori digar mekunand.
Voizlar mehrob va minbarda va'z o'qiydilar, lekin xilvatga o'tishlari bilan boshqa ish qiladilar. O'sha yillari nafaqat nahsat jangarilari, balki ularning sarkardalari ham o'z vatandoshlariga qarshi vahshiy va noinsoniy amallarga qo'l urardilar. Misol uchun, sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining asosiy chehralaridan biri, birinchi o'rinbosari va mazkur tashkilot oliy rayosatining a'zosi bo'lgan Said Umar Husayniyning o'zi ham ana shunday razil ishlarni amalga oshirgan. Shunday ekan, aziz tomoshabin, bu kasofat partiyaning boshqa qo'mondonlari va oddiy a'zolaridan insoniy amallarni kutish mumkinmi? Aslo yo'q. Hotam Mashrabov: Nurullo ismli bir o'rtog'imiz biz bilan birga edi. Uning joni uzilmagandi, lekin gapirolmasdi. Uni tiriklay ko'mib yubordik. Bizni majbur qilishgani uchun uni tiriklay ko'mib yuborganmiz. Buni qarangki, odamxo'r nahsatchilar Xudo va payg'ambar nomidan foydalanib, qanday razil va iflos ishlar bilan shug'ullanganlar. Fuqarolik urushida halok bo'lgan ming-minglab shahidlar qonining dog'i nahsatchi terroristlarning isqirt qo'lidan haliyam ketgani yo'q. Namoz Qurbonov: 1993-yildan boshlab men Islom tiklanish partiyasi a'zosi edim. Islom tiklanish partiyasi tomonidan bo'ladigan har qanday buyruq va topshiriqni bajarardik. 1993-yildan 2000-yilgacha guruhim a'zolari bilan Dushanbe shahrida Rodaki, Vahdat va Romidga garovga olish, yo'l to'sarlik, ta'magirlik va odam o'g'irlash bilan shug'ullanganmiz. Qo'lga kiritilgan mablag'larning katta qismini Islom tiklanish partiyasi xazinasiga topshirardik. Shahobuddin Sirojov: 1995-yili telefon orqali oilam bilan suhbatlashdim. U dod-faryod qilib, agar kelmasang Islom tiklanish partiyasining qurolli guruhi rahbari Yorov Saymuxtor 15 yashar qizingni garovga olarkan dedi. Tunda uyga bordim. Bular kelganimni qanday payqashgan bilmayman. Tunda Yorov Saymuxtor kelib meni garovga oldi. Meni garovga olib mendan katta pul talab qildilar. 8 kun davomida men ularning qo'lida garovda edim. 8 kun davomida meni qiynoqqa solib, o'ng oyog'imga 4 marta va chap oyog'imga 4 marta pichoq urdilar. Azob berardilar. Boshimga avtomatning uchi bilan urib yordilar. Enim, oilam va opalarim $8000 yig'ib keldilar. Shundan keyin meni qo'yib yubordilar. 1992-yil 10-may kuni kechki payt Najoti Vatan qurolli shtabining sobiq raisi Shodmon Yusuf televideniye orqali qilgan chiqishida, agar Tojikistonning ichki ishlariga xorijiy mamlakatlar aralashadigan bo'lsa, biz bunga javoban Eron va Afg'onistondan yordam so'raymiz dedi. Shuningdek, u Dushanbe shahrining ruszabon aholisini garovga olish haqida ogohlantirdi. Shodmon Yusufning ig'vogarlik ruhidagi bu amali 1992-yilning oxirigacha 20 mingdan ortiq ruszabon aholi Tojikistonni tark qilishiga sabab bo'ldi. Ruszabonlarni tojiklarga qarshi oyoqqa turg'azish, millatlar orasiga nifoq solish maqsadida sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi tashkiloti tomonidan Mullo Abdug'affor, laqabi Abdug'affor Yujniy raisligida 1992-yilning 4-mayida Dushanbe shahridagi 8-o'rta maktab o'qituvchi va o'quvchilari garovga olinadi. 1992-yilning 5-mayida sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining qurolli to'dasi Hoji Halim taxallusi bilan tanilgan Abduhalim Nazarzoda boshchiligidagi parlament yig'ilishi o'tkazayotgan Oliy Kengash binosiga hujum qilib, xalq vakillarini garovga oladilar va ularni Romid darasiga olib boradilar. Oliy Kengash binosida esa nahzat terroristlarining harbiy shtabi tuziladi. Nahzatchilar tomonidan garovga olish chog'ida Oliydagi xalq vakili Murodullo Sheralizoda sahnada vahshiylarcha o'ldirildi. Garovga olinganlarning aksariyatini davlat ishchilari, respublika hukumati vakillari va Oliy Kengash a'zolari tashkil qilardi.
Garovga olinganlar Vahdat shahrining Romid darasi, Rodakin rohiyasining Rohat qishloq jamoati va Dushanbe shahridagi go'sht kombinatida qiynoqqa solinardi. Saidullo Xayrulloyev: zamon juda notinch va mamlakatdagi vaziyat nihoyatda keskin edi. Nahsatchilar qanday yo'l bo'lmasin hukumatni qo'lga olishni istardilar. Shuning uchun turli yo'l va usullardan foydalanardilar. Garovga olish ular uchun oddiy usul hisoblanardi. Eslatib o'tish lozimki, birinchi marta 1992-yili mamlakat bosh vaziri o'rinbosari bo'lib ishlab yurgan paytlarimda garovga olgandilar. O'sha yili ilk marta respublikamiz mustaqilligini nishonlayotgandik. Bir kuni ishdan keyin u paytda mamlakat bosh vaziri o'rinbosari bo'lgan Habibullo Saidmurodov bilan birga uyga qaytayotganimda bir guruh qurollanganlar bizni to'xtatib, shtablariga olib bordilar. Ular tahdid va qat'iyat bilan borib hukumatga yetkazing, yo Safarali Kenjayev mansabdan iste'fo beradi yoki ikkingiz va 20 nafar garovga olingan deputatlar uning mansabi uchun qurbon bo'lasiz degan talab qo'ydilar. Kechasi Rahmon Nabiyevning uyiga borib nahsatchilarning talabini yetkazdik. Boshqa kuni Safarali Kenjayev vazifasidan iste'fo berdi. Nahsatchilar garovga olingan vakillarni ozod qildilar. G'arim nohiyasi rahbari bo'lgan paytimda ham nahsatchilar aldov yo'li bilan meni garovga olishga harakat qilardi. Xurshid Ne'matzoda: Islom tiklanish partiyasi tomonidan Tojikistonda qancha xalq asirga olinardi. Ana shunday guruhlardan biri Rizvon Sodirov kelib, xalqni garovga olardi. Og'ir davrlar bo'lgan 1997-yillarda 14 yashar bola edim. Men va inim Eshon Qutbulloni asir oldilar. Ularning bundan maqsadi Bahrom Sodirovni $100,000 evaziga yoki Bahrom Sodirov evaziga muftiyning farzandlarini qaytaramiz deb va'da bergandilar. Biz 7 oy asirlikda bo'lgan vaqt mobaynida azoblarni ko'rdik va qiynoqqa solindik. Siz ko'rib turgan bu tillatish sun'iy o'zimniki emas. 1 oyu 28 kun yozning issig'ida bir zavod ichidagi kengligi 5 qarich va uzunligi 11 qarich keladigan tahoratxonaga o'xshash bir xonachada saqlashdi bizni. 1 oyu 28 kun biz mahkamada edik. Dunyoning hech bir davlatida bunday mahkama mavjud emas. Buni aytishdan maqsadim shuki, ularda na rahm va na insof bor edi. Said Burxon ismli bir kishi oldimda qatl qildilar. Rizvon pichoqni uning ko'ksiga sanchib yuqoriga tortdi. Biz ko'p ko'radigan yana bir og'ir holat. 3 oy davomida Harangon tomonda bir tog'da edik. Kuz va qish paytlari. Men bir futbolka va bir Adidas krossovkada holatlar bo'ldi. Havo sovuq bo'lardi, izg'irin, yomg'ir yog'ardi. Bizni garovga olib Varzob tomonga olib borishdi. So'nggi 3 oy davomida Harangon tomonda tog'da okop qazidik. O'z qo'limiz bilan tesha yordamida okop qazidik. Suv keltirish uchun bizni 3 kilometr pastga tushirardilar. 3 kilometr yo'lni bosib balandlikka chiqib borardim. Bu azob-uqubatlarning hammasi kim tomonidan edi? Mana shu Islom tiklanish partiyasi ular tashkil qilgan guruhlar tomonidan edi. So'zimning so'ngida shuni aytmoqchimanki, Islom tiklanish partiyasi va o'sha paytda xalqni hiyla-nayrang bilan o'ziga og'dirgan kishilar hozir ham o'zlarining eski ishlarini davom ettirishlarini istaydilar. Sadirov Rizvon Mardonovich fuqarolik urushi yillaridagi eng razil nahsatchilardan biri edi. U o'ziga xos garovga olish va vahshiylik usuli bilan boshqa qonxo'r maslakdoshlari orasida bag'ritosh va shafqatsiz qo'mondon sifatida dong taratgandi. 1992-yili Rizvon Sadirov 10-15 kishilik bir guruhni atrofiga birlashtirib, Rasht vodiysida qurolli tartibsizliklarni boshlaydi. Rizvon Sadirov oliy boshqaruv a'zosi va sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi tashkilotining mudofaa vaziri edi. Rivojiddin Toshdilov:
Islom tiklanish partiyasining terroristik guruhi boshliqlari Rizvon Sodirov va ukasi Bahrom Sodirov kabi qotillar dastidan men yashaydigan qishloqda qabriston paydo bo'ldi. Qisqa vaqt ichida bir jamoat hududidagi G'armi Bog'lo, Bedak va Haqiqat qishloqlaridan yuzlab yoshlar qatl qilindi. Men maktab direktori sifatida 5 o'qituvchi va 28 o'quvchimni bir kunda boy berdim. Bu naqadar alamli. 1993-yil 14-fevral kuni vodiyda Sa'diddin Rustamov va Rizvon Sodirov boshchiligidagi Nahzat terroristik guruhi Qaratoyga Islomiy inqilobiy kengashini tuzadilar. Ularning dastlabki farmonlari ayollarning uydan chiqmasligi, erkaklar soqolining kindikkacha tushishi, qizlarning maktabga bormasligi, har bir oiladan Nahzat lashkariga 2 tadan mujohid berish va xalqning oziq-ovqat zaxirasini sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi tashkiloti jangarilari ixtiyoriga topshirish haqida bo'ladi. Ular Tojikistonda qanday davlat qurish istagida ekanliklari Nahzatchilar ta'sis etgan tashkilot nomidan va uning birinchi farmonlari mazmunidan yaqqol ma'lum edi. Qaratoygin Islomiy davlatining siyosiy rahbarligi Said Abdulloh Nuriyning asosiy shogirdlaridan biri Shayx Sa'diddin va Domullo Sa'diddin laqabli bilan tanilgan Sa'diddin Rustamov zimmasiga yuklatiladi. U aslida o'rta ma'lumotli bo'lgan sovet davrida mullavachcha sifatida Farg'ona vodiysidagi ekstremistlardan bir necha muddat noqonuniy ravishda diniy saboq olgan. Rasht nohiyasining Nusratulloh Mahsum jamoatiga qarashli Qaznaq qishlog'ida yashovchi o'sha Rustamov Sa'diddin Afg'oniston va Eron mamlakatlarida yashab 2015-yilning sentyabrigacha, ya'ni qo'lga olingunga qadar sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti raisining oliy maslahatchisi sifatida aylanib, 20 yil ozodlikdan mahrum qildi. Bu o'rinda bir savol tug'iladi. Qaratoygin Islomiy davlati inqilob kengashini kim tuzdi va topshiriqlarni kimdan olishardi? Bu savolga javob olish uchun rad qilib bo'lmas tarixiy dalillarga yuzlanamiz. Sa'diddin Rustam: To'g'risini aytsam, ish kabinetimda taxminan soat 10larda xalq bilan ularning arzu-shikoyatlari va talablarini muhokama qilib o'tirganimizda nogahon G'arb tomondan davlat vertolyotlari kelib qo'nganini ko'rdim. Bu vertolyotlar desant tashlagani haqida menga darhol xabar berishdi. So'ng bu yerdagi barcha mujohidlar zudlik bilan o'z pozitsiyalarini egalladilar. O'sha zahoti Eron Islom Respublikasi armiyasi bosh qo'mondoniga bu xabarni yetkazdik. Ular kelganlar bilan gaplashib, ularning maqsadini biling deb buyurdilar. Qoisalar Nahzatchilar Islomiy davlatning juda ajoyib jihatlaridan birini oshkor qilishi mumkin. Nahzat davlatning siyosiy strukturasi, rahbarlik darajalari, shiyoru ideyalari va boshqa jihatlari u aynan Eron Islom Respublikasining davlat modeli asosida qurilganligini ko'rsatadi. Unda ham hokimiyat tepasida ruhoniy rahbar, ya'ni Said Abdulloh Nuriy turgandi. Uning prezidenti yuqorida tilga olingan mamlakatdagi birinchi prezident kabi aslida birinchi shaxs bo'lmay, ruhoniy rahbar hukmiga bo'ysunardi. Nahzat davlatchasining butun tizimi ham bevosita ruhoniy rahbarning o'ziga bo'ysunardi. Bu voqelik o'sha yillari ideyalar qayerdan chiqib kelgani, kim Nahzatchilarning ilhomlantiruvchisi va himoyachisi bo'lganini yana bir karra ko'rsatadi. Tojikiston davlati va xalqi uchun yod bo'lgan bunday partiyaning mavjudligi va faoliyat yuritishi chindan ham davlat mustaqilligi, Tojikiston xalqining qadriyatlari va madaniyati uchun ulkan tahdiddir. Sa'diddin Rustam: 1992-yilning noyabr oyi Islom tiklanish partiyasining o'sha terroristik ekstremistik guruhi bosh qo'mondonligi rahbarligiga tayinlangan Rizvon Sodirov Panj, Qumsangir, Qo'rg'ontepa, Orchingizobod
va shahardan bo'lgan barcha qurollangan qochqinlarni to'plab G'arim nohiyasida majlis o'tkazdi. Bu majlisda G'arim, Tojikobod, Jirg'atol va Komsomolobod nohiyalaridan 3-4 nafar rais polkom qatnashdi. Raislar, sovxozlar direktori va o'sha qishloqlarning mullalari taxminan 60-80 kishi ishtirok etdi. U majlisda Qarotegin vodiysi diniy ulamolar kengashiga rahbar tayinlash uchun 3 nafar nomzodni ko'rsatdilar. Men Shahidon maydonida bir necha marta chiqish qilganim uchun xalq shu Rustamov Sa'diddin rahbarlikni o'z zimmasiga olsin dedi. Ya'ni din ishlari bo'yicha rahbarlikni. Barcha qishloq mullalarini to'plab, ularni xalqdan oziq-ovqat yig'ishga da'vat qilishimiz kerak edi. Vazifamiz shundan iborat edi. U yerda Rizvon Sadirov biz Komsomolobod yaqinida davlat kuchlari hujumining oldini olishimiz kerakligi haqida e'lon qildi. Har bir qishloqdan mujohidlar bo'lishi, xalq o'z farzandlarini bunga safarbar etishi kerak edi. Xalq odamlarimga, ya'ni askarlarimga yegulik, kiyim-kechak ham bersin dedi. Meni bunga mas'ul, ya'ni ruhoniylardan iborat jihod harakatining rahbari deb e'lon qildi. O'zini Islom tiklanish partiyasi qurollanganlar to'dasi qo'mondonligi rahbari etib tayinladi. Menga Afg'onistondan Said Abdulloh Nuriydan xat kelgan dedi. Xatni ko'rsatib, meni bu vazifaga tayinlagan dedi. Kuchlar Afg'onistondan keladi va bizga yordam beradi. Biz davlat kuchlarini ortga qaytarib hujumni boshlaymiz dedi. U yerda turli guruhlardan qo'mondonlar bor edi, jumladan Mulla Azam, Hojiyev Narzullo, Ismat Ovuli va yana Qumsangir, Panjqo'rg'ontepa, Orjingizoboddan bo'lgan ko'plab qo'mondonlar. Ularning hammasi bu yerga to'plangandi. Rizvon u yerda, ayniqsa Karamov doirasida qilgan bezoriliklar naqadar dahshat. Ular ko'lobliklar kelib sizlarga tajovuz qiladi yoki o'zbeklar kelib sizlarga tajovuz qiladi. Bundan ko'ra biz olsak yaxshi emasmi deb qizlarni, kelinlarni zo'ravonlik bilan olib, shu yerdagi mehmonxonalarda, o'sha qizlarning egalari saqlanayotgan xonalarda ularning nomusiga tegib, bir hafta yoki 10 kun ayshu ishrat qilib, yana ularni tashlab ketardilar. Binobarin, nahzat qoldiqlarining demokratiya va dunyoviy davlat tarafdori ekanliklari haqidagi bugungi da'volar yolg'on va firibning o'zginasidir. 1992-yil kuzida 60 nafar huquqni himoya qilish organi xodimi jamiyat tartibotini ta'minlash va Qarotegin nohiyalari xalqining xavfsizligini asrash uchun ushbu mintaqaga safarbar qilindi. Narzullo Hojiyev. O'sha birinchi desant tushirilishidan oldin Mulla Sa'diddin menga qo'ng'iroq qilib, odamlarga borib ayt, u yoq bu yoqqa qarab turishsin, desant tushishi mumkin dedi. Keyin men undan Domullo, desant tushishini qayerdan bilasan deb so'radim. Shaharda bolalar ishlayapti dedi u menga javoban. Buni biron karomat bilan aniqladingmi? Bo'lmasa qayerdan bilasan dedim. Bolalar Rizvonning shtabidan qo'ng'iroq qilib, shu kunlarda desant tushishi kerak dedilar. Mana bu uchun Mulla Sa'diddin qo'ng'iroq qildi. Shoshilib gaplashdi. Desantga tushishi uchun Mulla Sa'diddin telefon qilgan edi. Rash nohiyasida dastlab ular 2 nafar nahzat qo'mondoni va ularning bir guruh tarafdorlariga duch keldilar. Nahzatchilar tinchlik haqidagi umidbaxsh so'zlar, rivoyat va hadislar bilan huquqni himoya qilish organi xodimlarini ular Sadirov Rizvonning odamlari ekanliklariga ishontirdilar. Rizvon ularni olib kelish va askarlar bilan muloqot qilish uchun yuborganini aytdilar. Qarang, bu yaramas nahzatchilar do'stlik va birodarlik, o'zaro sadoqat haqidagi so'zlariga to'n kiydirganlar, biroq aslida ularning niyati-yu maqsadi nopok bo'lgan. Narzullo Hojiyev. Birodar, men shu G'arim nohiyasining komandiriman. Ismim Narzullo. Bosh qo'mondon islomiy birodar Rizvonshoh bilan maslahat qildik. U sizlarni to'g'ri uning oldiga olib borishimiz haqida menga kafolat berdi. Hammamiz birgalikda uning oldiga boramiz. Birodarim Rizvon siz bilan birga uning oldiga borishimiz haqida buyruq berdi. Boshqa qo'mondon.
Men birodar Rizvon Shohning o'rinbosariman. Men shunday va'dalar beramanki, inshaalloh agar birontangizga bir tikan sanchgudek bo'lsa, o'sha tikan avval menga tegsin, birinchi meni otishsin. Ular hiyla nayrang yo'li bilan 60 nafar askarni Rasht nohiyasi markazidagi masjidlardan biriga olib boradilar. Masjidda ham tinchlik va do'stlik haqida gapirib, ajoyib rivoyatlarni aytib beradilar. Sa'diddin Rustam: inshaalloh bu birodarlar murosaga keldilar. Bosh qo'mondonlari aytganidek, ularning maqsadi tinchlik. Buyuk Allohdan do'stlik, birdamlik va tinchlik, osoyishtalikni bersin deb so'raymiz. Bechora askarlar qonxo'r nahzatchilarning terroriga nishon bo'lishlarini qayerdan ham bilishsin. Amirshoh: agar nasib bo'lsa, sog' salomat tirik qolsa, qanday mehmondorchilik bo'lgani va bizni sizu biz qilib jo'natganlari tasviri tushirilgan kasetani u yerdan olib borib qo'yib beramiz. Bu askarlarning yuziga qarang. Biri tabassum qilmoqda, boshqasi fikrga cho'mgan, uchinchisini esa iztirob va umidsizlik iskanjaga olgan. Ayrim askarlar shu lahzada kelgusi taqdirlari haqida bilgandir ehtimol. Multoni nahzatchilar tunda bor kuchlarini masjid atrofiga to'plab, zo'ravonlik yo'li bilan 60 askarning hammasini qurolsizlantirib, ayricha shafqatsizlik bilan tonggacha qiynoqqa solib, so'ngra yuk tashish transportida Nurobod nohiyasiga olib borib qatl qiladilar. Ularning jasadini nohiya madaniyat uyining orqasidagi chuqurlikka tashlab, birinchi tojiklar umumiy qabrini vujudga keltiradilar. Rasht va Nurobod nohiyalari xalqi o'sha dahshatli va shum kunni yaxshi eslaydi. Abduvali Nazarov: 1992-yilning kuzi. Bir piyola choy ichgandan keyin hukumat askarlariga biz sizlarni va xavfsizligingizni o'z zimmamizga olamiz. Sizlarni sog' omon aziz vatanimiz poytaxti Dushanbe shahriga yetkazamiz deb va'da berib, ularni aldov va zo'ravonlik yo'li bilan bizga qo'shni Nurobod nohiyasiga olib borib, vahshiylarcha qatl qildilar. Bahrom Obidov: men Obidov Bahrom Nurobod nohiyasida yashayman. Islom tiklanish partiyasi a'zosi Rizvon Sodirovning qurollangan guruhi yuk tashish mashinasida qo'li bog'langan yosh zobitni nohiyamizga olib kelib, podvalga joylagandilar. Bir muddat uni qiynoqqa solib qatl qildilar. Rizvon Sodirovning inisi Bahrom Sodirov 1996-yilning 20-dekabrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tojikistondagi 13 nafar harbiy noziri va sulh bitmini nazorat qilish komissiyasi a'zolarini sobiq Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti sarkardalarining topshirig'i bilan garovga oladi. 1997-yilning noyabr oyida Sodirov Rizvon nahzat sarkardalarining topshirig'i asosida ta'sis xalqaro tashkilotining Tojikiston Respublikasidagi xodimlari, Fransiya davlati fuqarolari Frank Janne Dubri va Karen Manni garovga oladi. Ular shu yo'l bilan xorijiy mamlakatlardan fuqarolarni qo'yib yuborish evaziga o'z terroristik faoliyatlarini ildamlashtirish uchun mablag' undirishni istardilar. Frank Janne Dubri ozod qilindi, biroq afsuski Karen Mann qonxo'r nahzat qotillari tomonidan o'ta vahshiylarcha o'ldirildi. Do'st davlat Fransiya fuqarosining xotirasiga ehtirom ko'rsatish maqsadida Tojikiston Respublikasi hukumati qaroriga muvofiq poytaxtimiz Dushanbe shahridagi ko'chalardan biri Karen Mann nomiga qo'yildi. Lekin bugun Karen Mannning ayrim qotillari uyalmasdan bezbetlarcha demokratiya niqobini taqib, uning vatanidan boshpana topgan va u yerdan turib davlatimiz va millatimizga qarshi terroristik targ'ibot olib bormoqdalar. Davlat mamlakat aholisining xavfsiz turmushini ta'minlash uchun sa'y-harakat qilayotgan bir paytda sobiq Islom tiklanish partiyasi terroristik tashkilotining jangovar guruhlari aholiga ozor berish, begunoh xalqni garovga olish va buzg'unchilikni amalga oshirish payida edi. Said Ahmad Safarov:
1991-yildan 1994-yilgacha bo'lgan davrda Islom tiklanish partiyasi a'zolari Visg'arov mintaqasini maskan tutdilar. Ular xalqqa azob berardilar, xalqning qo'lidagi narsalarni tortib olardilar, ularni zo'ravonlik bilan turli ishlarga safarbar qilardilar. Kimki ularga itoat qilmasa, o'qqa tutardilar yoki qilich bilan kallasini olardilar. Jumladan, xalqqa xizmat qilayotgan 2 nafar haydovchini o'sha fuqarolik urushi paytida qo'lga olib, ularni azobga duchor qildilar. Ishonasizmi? Ularni qip yalang'och qilib tolga bog'lab qo'ydilar. Bir necha kun azobladilar. Keyin shu biz turgan joyga olib keldilar. Avval o'z qo'llari bilan ularga qabr qazdirdilar. O'z qo'llaring bilan qabrlaringni qazinglar dedilar shofyorlarga. Keyin o'sha joyda qilich bilan shofyorning kallasini tanasidan judo qildilar. Tanadan jon chiqayotganda ular o'sha narsani kameraga oldilar. Bu shofyorlardan tashqari yana qancha soldatlarni Tabildara va Vahyodan asir olib shu qishloqqa keltirdilar. Ularni azoblab turli ishlarga safarbar qilardilar. O'sha bechora soldatlarni, hattoki ulardan bir nechtasini o'ldirardilar. Shu mintaqada o'ldirib, ko'mib yuborardilar. Bolam qayerga g'oyib bo'lganini bilmayman. Juda yaxshi bola edi. Askarlikni tugatib kelib 2 yil turdi. Shu urushlar bo'ldi. Qayerdaligini bilmayman. Na o'ligini topdik, na tirigini. Sulaymon Atavulloyev. Hozirgacha odamlar farzandini qidiradi. Hozirgacha odamlar misol uchun erini qidiradi. Hozirgacha odamlar nabirasini, qarindoshini qidiradi. Dom-darak yo'q. Na tirigi ma'lum, na o'ligi. Azbaroyi odamlarni uraverganidan avtomatlarning qo'ndog'i qolmagan. Boshga shundoq tushirishardiki, bosh yorilardi, yirtilardi, g'o'ra bo'lardi. Agar men sochimni oldirsam, boshimning biron durust joyi yo'q. Hammasi urilgan joylar. Mana bu shiramlarning hammasi. Agar hozir badanimni ham ko'rsatsam, ayib bo'ladi. Yelkamning pastigacha, oyoqlarimgacha granat oskaloqlari hisobsiz. Bironta durust joyim yo'q. Hozirgacha tush ko'rsam, tushimda qochayotgan, kaltak yeyotgan bo'laman. Tirik qolganimga hozirgacha ishonmayman. Odamning qadri yo'q edi, hayvonning qadri bor, odam qadrsiz edi. Bu ishlarning ustida kim turgandi? Islom tiklanish partiyasi. U nimaga olib keldi? Nimaga olib keldi? Bu vatanfurush va zolim guruh insoniy qadriyatlarni oyoq osti qilgan, faqat xalqni garovga olish, talon-taroj qilish va qatl etishni rejalashtirib, shu orqali sarkardalari uchun foyda keltirish payida bo'lgan. 1996-yil 16-avgust edi. Kechasi 24 nafar qurollangan jangarilar uyga kirdilar. Komandirlari Yoqub edi. Akamni olib chiqib urdilar. Uyda nima bo'lsa bor anjomini olib ketdilar. Meni va akamni Turkobod qishlog'idagi jabhalariga olib bordilar. Keyin o'sha jabhalarida bir sutka qoldik. Akamga pul keltir dedilar. Akam menga javob ber, bir balo qilib topib beraman dedi. Yo'q deyishdi. Keyin borib bolasini olib keldi. Yoqub akamning joyida qoldi. Akam borib pul olib keldi. $5000. Bundan tashqari kamazini ham olishdi. Keyin bizga javob berishdi. Yoqub Ahrorzoda. 1998-1999 Islom tiklanish partiyasi boshliqlari bo'lgan Said Abdulloh Nuriy va To'rajonzoda rahbarligidagi guruhlarga qo'shilgandik. 1999-yil men boshchiligimda 4-5 kishilik bir guruh Najmiddinovlar uyiga bordik. Ularni garovga oldik. Ulardan $5000 talab qildik. Olgan pullarni boshliq qo'mondonlarga berishimiz kerak edi. Ular pulni Nahzat partiyasiga topshirardilar. Ahliddin Qosimov.
1918-yil 26-iyul erta tongda men tashqarida turgandim. Shu payt Islom tiklanish partiyasi terrorchi guruhi rahbari Abdullayev Ziriddin Nozirov Saidmurod hamrohligida kelib meni garovga oldilar. Yo'lda ketayotganimizda Mullo Ziyoriddin menga qarab, sening akang prokuraturada ishlaydi, organ ishchisi, sizlardan hech kim oppozitsiya guruhi bilan emas dedi. Qarindoshlarim $5000 yig'ib Islom tiklanish partiyasi terroristik guruhi rahbari Mullo Ziyoriddinga yetkazdilar. Undan keyin menga javob berdi. Terrorist nahzatchilarning chet ellik xo'jalari topshirig'i bilan Vahyo Jaga laqabi bilan tanilgan Mirzo Ziyoyev boshchiligidagi nahzatchi qurollangan katta guruh Ko'lob va Dushanbe shaharlarida qurolli hujumlarni amalga oshirish uchun tayyorgarlik ko'rgan. Mirzo Jaga jangarilari safida Afg'oniston Islom Respublikasidan Tojikistonga kirib kelgan chet ellik yollanma askarlar bor edi. Xoin qo'mondon Mirzo Ziyoyev chet eldagi xo'jalarning topshirig'i bilan Nahzat partiyasiga bo'ysunuvchi maxsus tuzilma Al-Badr terroristik tashkilotini tuzib, ko'z ko'rib quloq eshitmagan ko'plab vahshiyliklarni amalga oshirgan. Karim Karimov 1996-yilning 30-dekabrida meni hamkasblarim bilan birga Tavildara nohiyasiga xizmat safariga jo'natishdi. Kechki payt Islom tiklanish partiyasi qurolli guruhi tomonidan Jaga laqabli Mirzo Ziyoyev bizga hujum qilib, asirga olishdi. Shunday qilib 8 oy tutqunlikda hayot kechirdik. Bizga har kuni muntazam azob berardilar. Qo'l oyog'imizning tirnoqlarini sug'urib olardilar. Subhon Husaynov Islom tiklanish partiyasining mana shu terroristik guruhida asir bo'lganmiz. Azob uqubat ko'p edi, g'am g'ussa ham shunga yarasha. Guruh boshlig'i Mirzo Ziyoyev degan shaxs edi. Askarlar va huquqni himoya qilish xodimlarini vahshiylarcha qatl qilardilar, o'qqa tutardilar, boshlarini kesardilar. Mana shu guruhlar dastidan shaxsan mening bir necha marta boshim yorilgan, shikastlangan, tanam mayib bo'lgan, shiramlari hozirgacha bor. Asirga olinganimizda otamiz bizni izlab Tavildara nohiyasiga boradi va Islom tiklanish partiyasi guruhlari tomonidan nest-nobud qilinadi. Bugun biz ota-onamizni qidirib yuribmiz. Otamning orqasidan rahmatli inimiz ham boradi. Bizni qidirishga otlangan katta akamiz Islom tiklanish partiyasi terroristik guruhi tomonidan vahshiylarcha o'ldiriladi.